Assalomu alaykum azizlar. Xo'nya testa. Bilasizlar, Asal singlimiz o'zining 8-chi master klassidan start beryaptir. Tezroq joylanishni burun qildiring. Siz oilada o'z o'rningizda to'g'aman desangiz, ana shu qizga shagird bo'lsangiz, to'y bo'lajak qizlar, kelinchaklar to'y bo'g'lar. Bu yerda uylangan pishiriqlaringizni uyingizga, oilangizga, eringizga farzandlaringizga pishirib bersangiz, sizning o'rningiz oilada boshqacha bo'ladi. Bunday damlarda hech yerda hech kim sizga o'rgatmaydi. Yana arzon narxlarda. Siz 5 kunning ichida pechonni o'rganishingiz mumkin. Qolgan 5 kunning ichida turistskiy taomlar, turistskiy salatlarni o'rganishingiz mumkin. Master klass 10 kun bo'ladi. Faqat 5 kun pishiriqqa qatnayman desangiz ham bo'ladi. Faqat 5 kun men turistskiy taomlar, salatlarga qatnayman desangiz ham bo'ladi. Kurs vaqti 10 kun bo'ladi. 5 kun pishiriq, 5 kun taomlar, turistskiy taomlar, salatlarni o'rganasiz. Tezroq joylanishni burun qildiring. Narxlar arzon. Bunday narxlar faqat Amudaryada Asal singlimiz master klass o'tib turibdi. Bilasizlar, falan dollardan üretadi aslida bu pishiriqlarni, bu pechoniylarni, lekin Asal xalqning yag'dayini, xalqning qissasini o'ylagan holda summalarni arzon etib qo'yibdi. 5 kunlik master klass 500 ming so'm. 10 kunlik pechoniylarni o'rganaman, taomlardan o'rganaman desangiz, 10 kunlik master klass 1 million so'm. Tezroq joylanishni burun qildiringlar, mening nomimdan chiqib, qo'shimcha sovg'alarga ham ega bo'ling. Dahshat pechoniyalar, dahshat pishiriqlar o'rgansangiz bo'ladi. Omadingizni bersin, hammangizga tavsiya qilaman. Hozir hamma manzil so'raydi. Manzil Amudaryo tumani Mang'iz shahri Qilchivoy yo'li Yagona kafening 1-qavatida joylashgan. Shu yerga kelib, shu yerda darslarda o'rganib, o'zingizning biznesingizni, kichik biznesingizni rivojlantirib, pul tovushga, daromad qilishga erishsangiz bo'ladi. Sizga omad tilayman. Telefon nomerlarini qoldiraman. Tezroq telefon qilib joylanishni biron qiling. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack and a 7/8 lack on clean. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack and a